Sionizm yoxud inson parazitoidi. Assalomu alaykum. Kichkinagina parazit javohir ari suvaraklarning asab tugunlariga neyrotoksik zahar purkaydi. Natijada nisbatan kattaroq bo'lgan suvarak zombiga aylanadi va o'zini yangi paydo bo'ladigan javohir arilar uchun tirik boshpanaga, biologik tilda aytganda xo'jayinga aylanishga rozi bo'ladi. Isroil bugungi kunda xuddi shunday javohir parazit arining zamonaviy muqobilidir. U o'z xo'jayiniga, ya'ni AQShga ong o'zgartiruvchi zahar yuborib, uni parazitizmni qabul qilishga va oxir-oqibat o'limiga sababchi bo'lmoqda. Agar biz Isroilga millatimizni asoschi otalarimiz orzu qilgan erkin millat emas, balki zombilashgan ko'rinishdagi millatga aylantirishga qo'yib bersak, shunchaki o'z ommaviy halokatimizni yengillashtirgan bo'lamiz, deydi Scott Ritter o'z maqolasida. Javohir ari suvarak tanasiga yuborgan zahri dopaminga o'xshash ta'sirini yuzaga keltiradi. Bunda qurbon zahar ta'siridan lazzat oladi va o'z qismatini ixtiyoriy ravishda qotilning qo'liga topshiradi. Sionizm 19-asr oxirida Yevropada paydo bo'lgan yahudiy millatchilik harakati hisoblanadi. Bu harakat yahudiy xalqi uchun Falastin yerlarini egallab, o'z vataniga aylantirishni maqsad qilgan edi. Bugungi kunda sionizmning ko'lami faqat 1948-yilda BMT tomonidan belgilangan Isroil chegaralari bilan cheklanmaydi. U Tavrotdagi Isroil, ya'ni Katta Isroilni da'vo qiladi. Garchi sionizmni faqat Isroil hukumati bilan bog'lashsa-da, haqiqat shundaki, uning eng kuchli ifodasi AQShda namoyon bo'lgan. Amerikalik sionistlarning maqsadi AQSh hukumati va xalqini o'z maqsadlari Katta Isroilni yaratish uchun qo'llab-quvvatlashiga erishishdir. Qandaydir ma'noda javohir arining suvarakka qilgan hujumi AQSh xalqini sionistlar tomonidan qanday qilib zombilashtirilayotganini eslatadi. Dopamin hosil qiladigan zahar o'rniga sionistlar Holokost, natsist Germaniyasi tomonidan Yevropadagi yahudiylarning ommaviy qirilish fojiasidan qurol sifatida foydalanishadi. Norman Finkelstein Holokostda omon qolgan inson farzandi hisoblanadi. U The Holocaust Industry kitobida bu haqida yozgan va sionizmning bir bo'g'ini hisoblanmish Amerika yahudiy elitasi Holokostni siyosiy va moliyaviy foyda uchun qanday suiiste'mol qilganini isbotlab beradi. Shunday tarzda Holokost amerikaliklar ongini zaharlamoqda. Holokost bilan Isroil o'rtasidagi soxta bog'liqlikka ishonish natijasida amerikaliklar sionizmga qarshi chiqishdan voz kechadilar va shu bilan keyingi bosqichlarga yo'l ochiladi. Odatda Amerika xalqi o'z suveren huquqlarini qattiq himoya qiladi. Ayniqsa AQSh konstitutsiyasining birinchi tuzatilishi orqali kafolatlangan so'z erkinligini. Lekin sionistlar tomonidan amerikaliklar ongiga yuborilgan Holokost zahri bu reaksiyani o'tmaslashtirib qo'ydi. Natijada ular o'z huquqlaridan voz kechishga moyil bo'lib qolishdi. Qanday qilib Holokost zahri amerikaliklar ongiga ta'sir qilishi mumkin deysizmi? Holokost zahri ta'siri natijasida amerikaliklar o'zlari uchun halokatli bo'lgan bir necha xulq-atvorni qabul qilmoqda. Bu eng avval so'z erkinligiga qilingan hujumdir. Siyosiy elita tomonidan Holokost sionizmning qonuniyligi bilan tenglashtirildi. Ya'ni ayni damda AQShda sionizmni tanqid qilish endi Holokostni inkor etish bilan barobardir. Bu esa o'z navbatida antisemitizm hisoblanadi. Shu tariqa shunchaki sionizmni tanqid qilishning o'zi antisemitik harakat, ya'ni yahudiylarga tajovuz sifatida qaraladi. Yana ham soddaroq qilib tushuntiraman. Siz sionizmni tanqid qilsangiz, amerikaliklarga ko'ra sizda go'yoki yahudiylarni yomon ko'rish va ularni genotsid qilish kayfiyati bor hisoblanadi. Keyin esa sionist parazitoidi bu yangi ta'riflangan antisemitizmni jinoiy javobgarlikka tortishga urinadi. Sionizmga qarshi fikr bildirish jinoyat sifatida belgilanadi. Ayniqsa agar bunday shaxs AQSh fuqarosi bo'lmasa, uni qamoqqa olib, mamlakatdan chiqarib yuborishga harakat qilishadi. Endi amerikaliklar odamlarni uylaridan yoki ko'chalardan o'g'irlab ketadigan, o'zlarini federal agentlar deb ko'rsatadigan niqobli va etik kiygan jallodlarni qahramon sifatida qabul qilishmoqda. Ular odamlarni qo'g'irchoq sud qilishadi va qonun ustuvorligi, so'z erkinligini butunlay inkor qilgan holda mamlakatdan chiqarib yuborishadi. Bu esa kichkinagina Isroil uchun Amerikaning o'limidir. Sionist parazitoidi Isroil esa shunday imkoniyatdan unumli foydalanmoqda.
ammo amerikaliklar uchun umid bor. Holokost zahar faqatgina reaksiya mexanizmlarini o'tmaslashtiradi, ammo ularni butunlay zaiflashtirib qo'ymaydi. Kerakli darajada to'g'ri stimul berilsa, amerikalik xo'jayin o'z manfaatlari yo'lida harakat qilish qobiliyatini saqlab qolishi mumkin. Bu yaqinda Isroilning AQShni Eronga qarshi urushga tortish harakatida ko'rindi. Sionist parazitoid, ya'ni Isroil tomonidan prezident Tramp ma'muriyatiga katta bosim o'tkazilgan bo'lsa ham, AQSh muzokaralarini afzal ko'rdi. Urush o'rniga tinchlik tanlandi. Ammo amerikalik xo'jayin hali ham xavfdan xoli bo'lgani yo'q. Sionist parazitoid Amerika tanasi ichiga AIPAC degan tuxum qo'ygan. Agar bu tuxum o'z-o'zidan rivojlansa, u Amerikani butunlay ichidan yeb tugatadi va amerikaliklar o'zlari zahar ta'sirida lazzat olayotganlarini sezmay qoladilar. Amerikaliklar Isroilning talabiga binoan Eronga qarshi urushga kirishdan bosh tortgani bilan haqiqiy tahdid AIPAC hali ham faol va xavflidir. Suvarak xo'jayiniga tuxum qo'yishdan oldin Javohir Ari uni 3 marta chaqadi. Birinchi chaqish xo'jayinni falaj qilish uchun, ikkinchi chaqish esa uning harakat neyronlarini nazorat qilish uchun amalga oshiriladi. Ammo tuxum qo'yish jarayoni uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan 3-chi chaqish hali ham bor. U xo'jayinning muayyan joyiga kiritiladi va asetilxolin deb ataluvchi moddani yuborish orqali belgilangan harakat neyronlarini faollashtiradi. Bu modda suvarakning o'rta oyog'ini Ari tuxum qo'ymoqchi bo'lgan tomonga qarab to'g'ri qilib uzatishga majbur qiladi. Shu tariqa Ari harakat neyronlarini zanjirini nazoratga olib, xo'jayinning so'nggi himoyasini yengadi va uni to'liq zombiga aylantiradi. Agar suvarak o'rta oyog'ini yig'ib olsa, Ari tuxum qo'yish uchun kerakli joyni topa olmaydi. Shu tariqa tuxum ham qo'yilmaydi, suvarak o'zini yo'q qiluvchi parazit uchun tirik xo'jayinga aylanmaydi. Ba'zi suvaraklar xavfli signallarga yetarlicha reaksiya qila oladi. Ular nafaqat o'rta oyoqlarini yig'ib oladi, balki Javohir Ariga qarshi zarba beradi va natijada Ari boshqa itoatkorroq qurbon izlash uchun ketib qoladi. Amerika xalqi sionist parazitoid tomonidan 2 marta chaqildi, lekin hozircha 3-chi halokatli chaqishdan qutulib qolishdi. Buni Tramp ma'muriyati sionist Isroilning Eronga qarshi urush boshlash bosimiga dosh bergani bilan ko'rdik. Endi amerikaliklar sionist parazitoidiga qarshi harakat qilishi, uni tanasidan chiqarib tashlashi, 3-chi o'limga olib keluvchi chaqishning oldini olishi va AIPAC tuxumi Amerika tanasini egallab olishini to'xtatishi kerak. Yaqinda Scott Ritter o'zining X, ya'ni Twitter sahifasida shunday xabar e'lon qildi. AIPAC bu ro'yxatdan o'tmagan chet el agenti bo'lib, uning keyingi faoliyati Amerika uchun mavjudlikka tahdid soladi. Bu tahdidni eng aniq va yorqin ifodalovchi fikrdir. Endi uyg'onishimiz kerak va jim turmasdan harakat qilishimiz kerak. Aks holda kech bo'lib qoladi. AIPAC tuxum esa paytini poylab bizning mustaqil va erkin xalq sifatidagi orzu va maqsadlarimizni yo'q qilish uchun tanamizga joylashishni kutib turibdi. Biz qarshi harakat qilishni boshlashimiz kerak deb xulosa qilgan tahlilchi. Sionist parazitoid aslida Amerika xalqi uchun dushman. Bu yerda sionist parazitoid deganda Ritter Isroil davlatini nazarda tutyapti. Bu antisemitizm emas, bu butun dunyo bo'ylab amerikalik insonlarga davlatini saqlab qolish uchun chaqiriqdir. Sionist zombilarga aylanmang, qarshi turing. Amerikani yana buyuk qiling. Hali kech emas deb maqolasini yakunlagan Scott Ritter. Azon global tahlillarini kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.